Assalomu alaykum treyderlar. Bugun ko'plab talab va takliflarga binoan O'zbekistonga yangi kirib kelayotgan, 10 yildan beri ishlayotgan va internetda ko'pchilikni muhokamalariga sabab bo'layotgan CXM brokeri bilan chestno o'zim obzorimni qilib o'taman. CXM brokerida XM emas, bu CXM ekan. Obzor qilib ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, birinchi navbatda arab tili bor ekan. Bu arab tili juda ko'p davlatlarda bo'lmaydi va o'zbek tilida ham bor ekan. Ro'yxatdan o'tish sifatida ro'yxatdan o'tmoqchiman. Jismoniy shaxs, yuridik kompaniya. Kompaniya degan bo'lsa, demak, katta depozitlar bilan ham ishlasanglar bo'ladi. Bu degani уже normalniy tizim bilan ishlab savdo qilsanglar bo'ladi. Undan oldin bitta sayti bilan tanishib chiqaylik. Xo'p, CXM ro'yxatdan o'tish, jismoniy shaxs, ism, familiya, tug'ilgan sana, xo'p, fuqarolik bir xil davlatda, telefon nomeri O'zbekiston, Qirg'iziston bo'lar ekan. Partnyor kod. Aytgancha, partnyor kod MK Samandar partnyor kod olganmiz. MK Samandar partnyor kod agar kirgizadigan bo'lsanglar, hammasi katta harflarda bo'ladi. 25% CXM dan mani nomimdan bonus olishinglar mumkin. Va ro'yxatdan o'tasizlar, обычный yashash manzilinglar qanaqa brokerdan ro'yxatdan o'tsanglar, xuddi shunaqa ro'yxatdan o'tasizlar. Va bu yoqda ikki bosqichli sizlardan ro'yxatdan o'tib, o'sha verifikatsiyadan o'tganingizdan keyin ikki bosqichli kod so'raydi sizlardan. Hop, men o'zimnikini yozib o'ting. Hop, tizimga kirdik. Xo'p, mana bu yoqda bizani ko'rishimiz bo'lgan narsalar men ochiq sinab ko'rdim, ochiqcha aytaman. Savdo qilib ham ko'rdim. Ishlatib ham ko'rdim. Hisob ochishni bir sinab ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, hisob turi MT4, MT5, xo'p. Taxallus, misol uchun MK. Ishlatib ko'ramiz. Kredit yilki 2000 ekan. Aytgancha, yangilikda buy sell qilaman deydigan bo'lsanglar, ishlatsanglar bo'ladi. Davom etish tugmachasini bosamiz. Men buni o'qib chiqdim, ko'rib chiqdim va bizga tizimga kirishga parol berdi, hisob turi, server, kredit yilki 2000, asosiy parol. Kredit yilki yangilikda 1 ga 1000 gacha tushar ekan. Shu narsani bildim. Hisobni to'ldirish yo'llariga keladigan bo'lsa, eng asosiysi. Xo'p, misol tanladik. Va bu yerda Uzcard, Humo, keyin StickPay bor ekan. Buni ko'pchilik ishlatmaydi. Xo'p, kripto bor ekan va Uzcard, Humo bor ekan. Humoni bitta ishlatib ko'raylik qani. Xo'p, depozit miqdori misol $100. Xo'p, asosiy mablag' necha bo'lish faqat siz depozit kiritgan ayni to'lov kanallari orqali ruxsat beriladi. Ya'ni Uzcard, Humo orqali to'ldirsangiz, o'sha plastigingizga Humo orqali icha olasiz. Xo'p, maksimalniy depozit $1600 ekan, eng kamida $15 depozit qilsa bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, Humo orqali davom etish va undan keyin уже boshqa biz platformaga o'tyapmiz. Bu yoqda mana $100, buni yozamanlar, telefon raqamlar, nomer, оформление va har doimgidek aniq to'lov tizimiga mana karta raqam va pul tashiysiz, dengini talis, проверю, bo'ldi, все. Muammo hal. Endi bu yoqda copy trading bo'limi bor. Copy trading bo'limida men eshitishim va internetda o'qib chiqishim bo'yicha CXM copy trading qilish bo'yicha, treyderlarni yiqqanlar bo'yicha top 3-o'rinda turar ekan. Endi eshitishim bo'yicha. Menejer bo'ling. Menejerlikka ishga kirsangiz bo'lar ekan, faqat verifikatsiyadan o'tganingizdan keyin va CXM brokerida menejer bo'lib ishlasangiz bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Investor bo'ling. Investitsiya savdo qilmaysiz, investor bo'lsangiz bo'ladi. Copy trading, texnik analizlar. Bu yoqda o'zi analiz qilib berar ekan, texnik
Mana misol sizlar yaxshi ko'rgan paralar bor ekanmi? Yevro bor ekan, lekin tilla yo'q ekan, adashmasam. Kripto bo'yicha ham Ripple, Bitcoin, mana misol Bitcoinnikini analizini ko'ramiz. Bu yoqda mana to'liqonli analizi bilan gap bo'lishi mumkin emas. Mana Euro USD ni ko'raylik. Analiz bo'yicha. Xo'p, qilingan prognoz va 3-yanvar kuni bu narsa berilgan ekan. Xohlasanglar kuzatib ko'rsanglar bo'ladi. Shu bo'yicha ishlaysizlar. MT4 va MT5 uchun indikator. Tasavvur qilyapsizlarmi? Kim indikator beradi? Gap bo'lishi mumkin emas. Qo'llab-quvvatlash. Bitta ko'rib chiqaylik, qo'llab-quvvatlashni ham. Xo'p, cheksiz kredit yelka uchun so'rov. Al-limit bor ekan bu yoqda. Al-limit olsangiz bo'lar ekan. Yangi taket, saloha kategoriya tasnif, ariza bo'yicha yuborish supportlari bor ekan. Demo hisob. Demo hisob turi sentova olsangiz bo'lar ekan. Xo'p, boshlang'ich balans $100, $1000, $3000, $5000. $100 taxallus MK gap bo'lishi mumkin emas. Ishlashini qaranglar. Ideal. Faqat maqtash emas, spreadlari ham yomon emas. Pul kirg'izish, pul chiqarishda muammo bo'lmadi. Men o'zim $2000 bilan $5000 pul kirg'izib chiqarib ko'rdim. Juda tez, kriptoga ayniqsa ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar so'ragandinglar, men o'zim obzorimni qildim. Sayt ishlashi yomon emas, yaxshi. Supportlari ham tayyor, live chat ekan, tembolli, jonli bo'ladi bu degani. Opisaniyada link qoldirib qo'yaman, saytda manzilini kirib ishlatib o'zinglar uchun mana cashback bonusi bor ekan, sodiqlik dasturi bor ekan, event bor ekan. Bu sizlarni agar yaxshi natija qilsanglar eventga jo'natadi. Va undan tashqari texnik analizlari, indikatorlari bor ekan. Hatyobi signallari, indikatorlardan ishlash uchun verifikatsiyadan o'tib qo'yishga stoy, menimcha. Bu videoni ko'rdingizmi? 5 minut vaqtingiz ketadi, ro'yxatdan o'tib o'zingiz uchun bitta ko'rib chiqsangiz arziydi. Video qisqa bo'ldi, lekin albatta yoqdi deb o'ylayman. Hammaga rahmat.